Assalomu alaykum barchaga. Biz bugun sizlar bilan ikkinchi mavzuyimizning birinchi mashqidan boshlaymiz. Bunda birinchi, ikkinchi qism darslarimizda 13-savolgacha kelib qolgan edik. Biz bugun 13-savoldan boshlaymiz. Qani, boshladik. Qaysi ifoda x kvadrat qavsda 2x minus 3 minus qavsda 2x minus 3 taqsim x minus 1 ga teng. Bu yerda x katta 1dan deb shart bergan, ya'ni mahrajimiz 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun x katta 1dan deb shart bergan, ya'ni 1 dan katta bo'lsa 2 ni qo'ysak 1 bo'ladi. 0 bo'lib qolmaydi. Shuning uchun shunaqa shart bergan. Xo'p, bu misolni ishlab chiqsak, birinchi suratida bir xil ifodani topib olishimiz kerak. Bunda ya'ni 2x minus 3 bir xil. Uni olib chiqsak 2x minus 3 va bu yerda oldiga qarasak x ning kvadrati minus 1. Bir qayerdan keldi degan savol tug'iladi. Albatta, mana shu yerda 2x minus 3 ni oldik-ku, o'shanda 1 bo'ladi-da. 1 qoladi. Va 2x minus 3 qavsda bu, ya'ni a minus b, a plus b ga tushadi. X minus 1, x plus 1 va mahraj bilan qisqarib ketadi va javobimiz 2x minus 3 qavsda x plus 1 va to'g'ri javobimiz B. 14-savolimizda ham yuqoridagidek bir xil shart bergan. Buni hisoblab chiqsak, umumiy mahrajimiz bir-biriga bo'ladi, ya'ni 3x minus 14, x minus 3. Bunga x minus 3 bersak, bunga esa 3x minus 14, ya'ni bir-biriga beramiz-da. Va buni qavslarni ochib hisoblab chiqsak, 3x minus 9 minus 3x plus 14 taqsim shu teng. Hisoblasak 3x bilan minus 3x qisqarib ketadi, ya'ni plus minusdan kelsa qisqarib ketadi. Minus 9 plus 14 ayirsak plusdan 5. 5 taqsim 3x minus 14 x minus 3. To'g'ri javobimiz C. 15-savolimizda ham yuqoridagidek bir xil shart bergan. Buni ham hisoblab chiqsak, x kvadrat qavsda x plus 2, x minus 2 plus 4. Bu x kvadrat minus 4 ifodaga tushadi. X kvadrat qavsda x kvadrat minus 4 va plus 4. Buni hisoblab chiqsak, x ning 4-inchisi minus 4x kvadrat va plus 4. Bu a minus b ning qavsda kvadratiga tushadi-ku. O'shanaqa formula bor. Telegram kanalimizda tashlab qo'yganmiz. O'sha yerga kirib o'rganib olsangiz bo'ladi. Ya'ni x ning kvadrati minus 2 qavsda uning kvadrati. Bizni kuzatayotgan barchaga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.